O'zini narxida telefon olishni istaysizlarmi? Unda Gold Mobile'ga a'zo bo'linglar. Silkani pastida Telegram kanalimiz sizlarga qoldiraman. Shunga obuna bo'lib, a'zo bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa aksiyada telefonlarimizni o'zini narxida kelgan narxlarda ham sizlarga aksiyada qo'yib o'tamiz. Bugungi aksiyamizda Samsung Galaxy A17 6 ga 128 1 yil garantiya kafolatli yangi ochilmagan pastga telefonlarimiz do'stlar. Bu telefonlar firma sotuvda chiqayotgan narxi hozirgi kunda $170 bo'lyapti. 6 ga 128 da, 4 ga 128 taligi firma narxi $160 bo'lyapti. Do'stlar, men sizlarga 6 ga 128 1 yil kafolatli A17 telefonimizni $170 firma narxida men sizlarga qilib beraman. Hozirgi kunda so'mga hisoblaydigan bo'lsa 2.70 ming, 2.80 ming yon yerda to'g'ri kelyapti. Nimaga dollarda aytyapsan deydigan bo'lsalaring, bu telefonlar faqat sotuvi narxi, bizga kelish narxi dollarda chiqadi. Shuning uchun men sizlarga hisoblab aytyapman. Hozirgi kunda narxi 2.80 mingga to'g'ri keladi. Dastlabki xizmatlari ichida bepul 1 yil garantiya kafolati bilan men sizlarga A17 ni qo'rqmasdan taklif qilaman, chunki juda ham eng ko'p sotilayotgan bu yilgi Samsung seriyasida eng budjetli, eng ommabop, maza qilib ishlatsa bo'ladigan A17. Shoshilinglar, 2 dona bor bunaqa narxda, xudo xolasa. Xo'p, bundan keyingisi A seriyani eng kuchligi bo'lgan A56larimiz bor. Bizda bu telefonlarimiz 3 dona bor. Telefon purish do'stlarimizni ham hamkorlikka chaqirib qolamiz. Marg'ilonda bizning 4 ta filialimiz bor. Gold Mobile, Global Mobile. Mana filiallarimiz bor. Bemalol bizga aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Hamma telefonlarni optim narxlarda ham qilib beramiz. A56larimiz, telefon purish do'stlar bo'lsa o'zlari bilishadi. 1 yil kafolatligi, hozir firmada chiqayotgan narxi, eng arzonni ham qidirib topadigan bo'lsalaring, $345 dan topasizlar. 1 yil garantiyali 8 ga 128 taligini. Men sizlarga do'stlar, bu A56larimizni 1 yil kafolatligini $338 dan qilib beraman. Dastlabki xizmati ichida bepul. Bemalol pochtaga borib, ko'rib, tekshirib, keyin pulini to'lov qilib olsalaring bo'ladi. $338 dan 3 dona bor. Faqat bizga obuna bo'lgan do'stlarimiz uchun. Mana A56 yangi ochilmagan pachka. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Juda ham zo'r telefon, maza qilib ishlatsalar ham bo'ladi. Bundan keyingi telefonlarimiz chegirmada Redmi A5. Bizdan hattoki $100 ga yangi Redmi telefonni xarid qilsalaring bo'ladi. Mana Redmi A5imiz hozirgi firmada chiqayotgan narxi bu telefonimizni 1.150 ming, 1.200 ming yon yerda to'g'ri kelyapti. Men sizlarga dastlabki xizmati hamma yo'q ichida tekinga 1.150 ming so'mga dastlabki xizmati ichida bepul yetkazib beraman. Yangi ochilmagan 2 ta sim kartali telefonimiz. Bundan keyingisi Redmi Note 14 6 ga 128. Mana qora ranglisidan, qora ranglisi kamroq uchraydi, lekin bizda bor. Xudo xolasa narxi ham shoshilinglar, faqat bir dona qo'limda turibdi. Bu telefon narxini men sizlarga 2.30 ming so'm qilib beraman. Dastlabki xizmati ichida bepul 6 ga 128 talik vakuum ochilmagan. Xo'p, bundan keyingi telefonimiz Samsung Galaxy S21. Chegirmada bir dona bor. $178. Nimaga bunaqa deydigan bo'lsalar, telefonning ideal tiniq saslanadi, lekin orqasiga sal g'ilobni izi chiqib qolgan. Shuning uchun bu narxini $178 qilib beramiz. Lekin ekranlari ideal tiniq saslanadi. Hech qanaqa pechat yozuvlari yo'q mana. Tiniq holatda turibdi. $178 ga faqat bir dona S21 shoshilib qolasizlar. Xo'p, ideal tiniq salafan yangi ochilmaganidan ishlataman desalar, S21 mana salafan plyonkalari olinmaganidan bor. Bunaqasi ideal sostoyanida bor. Salafan plyonkalari olinmaganini men sizlarga $225 qilib beraman. Qora ranglilari ham bor, shoshilinglar. Bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'ladi S21 bilan. Undan keyingi telefonimiz do'stlar Samsung Galaxy S22. O'ta noyob, hamma rangidan bor. Mana bemalol korobkaliklari ham bor, bez korobkasi ham bor. Mana 4 xil rangidan bor S22 ni. Bularni xotirasiga to'xtab o'tadigan bo'lsak, bu telefonlar 8 ga 256 xotirali. Bu telefonlar prosessorlari Snapdragon, maza qilib ishlatasizlar. 5G Plus gacha bemalol qo'llab-quvvatlab ishlaydi bu telefonlarimiz. Hali O'zbekistonda ishlamagan holatlarini ko'ringlar, mana yangidek. A holatda ideal sostoyanida, hattoki plyonka, zavodskiy orqasiga plyonkалarigacha olinmagan. Bunaqa telefonlar xudo xolasa bizning filiallarimizdan bemalol aloqaga chiqib xarid qilsalar ham bo'ladi. Narxlarni ham o'ta go'zal, hamyonbop narxda qilib beramiz. Mana bu qo'limdagi
oq S22 ni narxini 275 dollarga beraman. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati bepul. Idealni holatda bo'lgani uchun. Mana bu qorasi narxi 288 dollar chiqadi. Yangidek o'ta idealni. Qoralari narxicha balandroq, qimmatroq kelgani uchun narxiga qarab narx aytamiz. 288 dollarga mana bunaqa yangidesini xarid qilsalar ham bo'ladi. Endi uydagilarga, podarkaga bemalol onaxonlarga, ayollarga olib bersalar ham bo'ladi. Mana bunaqa rangi ham bor, ro'ziviy rangi. Bu korobka dokumentli holatda. Buni narxi do'stlar, men sizlarga korobkasi bilan maza qilib podarka qilsalar ham bo'ladi. Bemalol mana korobkasiga solib, o'ratib podarka qilib bersalar ham bo'ladi. Bularni yangisi 600 dollarga to'xtagan zavod narxi, men sizlarga buni 300 dollar qilib beraman. Yangi telefonni holati. Yana mana yashil rangi ham bor. Buni ham rangi narxi 300 dollar qilib beramiz. Korobka dokument mana podarka qilmoqchi bo'lsalar ham juda ham zo'r variant. Olasalar ham o'zimiz o'ratib chiroyli qilib, podarishni qilib, o'ratib somkalariga solib qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, S22 dan keyingi telefonimiz S20 Ultra. Juda ham xaridorga o'ta ko'p so'rashadi bu telefonni, S20 Ultrani, chunki buni protsessori Snapdragon, xotirasi 12 ga 256 plus 8 RAM, jami hisoblaganda 20 operativga 256 xotira. Kameralari ham juda ham zo'r, 100 karra yaqinlashtirib beradi. Mana yaqinlashtirishlari ham o'ta ham kuchli bu telefonimiz. Bu telefonimiz narxiga to'xtab o'tadigan bo'lsa, endi do'stlar, bu telefonlar paytida 1050-1100 dollar sotilgan. Ana endi hozir bu telefonni sizlar do'stlar atigi 278 dollarga mana bunaqa o'ta kuchli flagman telefonni xarid qilsalar ham bo'ladi. S20 Ultra. Buni ishlatganlar o'zi biladi. Shoshilinglar. Mana bunaqa qora idealni sostanesi ham juda kam chiqadi, lekin bizda 2 dona bor. Do'stlar, O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati mutlaq bepul. Kimga zarur bo'lsa aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa yetkazib beramiz. S20 Ultra 12256 talik 2 dona bor hozircha. Xudo xolasa yana keladi inshaalloh. Xo'p, bundan keyingisi Samsung Galaxy S10 modelimiz. Samsung tarixida juda ham bozorbob eng ko'p sotilgan telefonlardan biri S10. Mana 3 xil rangidan bor. Hattoki bizda salafan plyonkalari olinmagan yangidek holatdalari bor. Bu telefonlarimiz O'zbekistonda hali ishlamagan, Koreyadan kelgan. Yangidek ozmoz o'sha yerda o'zi ishlagan telefonlar. Mana bunaqasi sizlar uchun bizda bor, xudo xolasa. Qo'limda esa oq rangi o'ta idealni tiniq yangidek holatda turibdi. Imekalari ham o'zini imekalari, xudo xolasa bemalol olsalaring, xudo xolasa yutqizmaysizlar. Narxi 155 dollar. 8 ga 512 xotiraligi ham bor bizda do'stlar. 8 ga 512. Yarim terabayt degani bu. Qaranglar, qora rangli idealni tiniq sostoyanida buni narxini 165 dollar qilib beramiz. S10 muxlislari bo'lsa, aloqaga chiqinglar, bor bizda shunaqasidan. S10 5G telefonimiz ham bor endi. Buni xotirasi 8 ga 256, yana qo'shimcha 8 operativkasi bor. Buni narxini men sizlarga 185 dollar qilib beraman. S10 5G. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol buni ham xarid qilsalar ham bo'ladi. Bundan keyingi telefonimiz endi do'stlar S21 Plus. S21 Plus o'ta ham batareykalari jihatidan maza qilib ishlatsalar ham bo'ladi. Bu telefonlarni bemalol tindirmay ishlatsalar ham zaryadi bir kunga yetib ortadi. 4800 amper mach batareykasi, 8 ga 256 xotira. Telefon juda ham qulay ishlaydi, kameralari, dizaynlari, o'zi ham ixchamligi juda ham zo'r. Bu telefonlar narxiga to'xtab o'tsak do'stlar, bularning narxi 225 dollardan holatiga qarab 245 dollargacha S21 Pluslarimiz bor. Idealni tiniq sostoyaniyadagilari, yangidaglari 245 dollar qilib beramiz. Qaranglar, Gold Mobile'ning hamma rangini xarid qilsalar ham bo'ladi. Inshaalloh bizda bor. Mana S21 Pluslarimiz hamma rangidan bor, xudo xolasa. Mana do'stlar, shoshilinglar. Bularni ham soni chegaralangan. Kimga qiziq bo'lsa, tezroq aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati bepul yetkazib beramiz. Endi S20 Plus telefonimiz ham bor. 12 ga 256 xotira plus 8 RAM, Snapdragon protsessor, nima programmalar bo'lsa, qatnamasdan chotki tiniq ishlab beradigan telefon. Bu telefonimizni narxi do'stlar 190 dollar qilib beraman. Bu telefonlarda o'zi ekranni o'zi ham aytayapman-ku, 190 dollardan qimmat. Maza qilib ishlatish kerak. Faqat bu telefonlar paytida 700-800 dollardan sotilgan. Garantiyalari bor, xudo xolasa juda ham zo'r narxda. Shoshilinglar, lekin S20 Plusimiz bir dona xolos.
yana kelsa sizlarga tavsiya qilamiz do'stlar. Xo'p, bundan keyin byudjetli arzon telefonlar kelsalar, i24 telefonlarimiz bor, hamma rangidan. Mana bemalol uydagilarga, ayollarga, aka-ukalarga sovg'a qilsalaring, hamma rangidan bor bizda. Xudo xolasa aloqaga chiqsalaring, hammasidan qilib beramiz. Bu telefonlarimiz hali O'zbekistonda ishlamagan, Koreyadan kelgan, holatlari yangidek, salafan plyonkalarigacha olinmagan bu telefonlarimiz. Bular narxi kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar, juda ham arzon narxda, chegirmada, dastlabki xizmati ichida bepul stiklo g'iloblarigacha qo'shib beramiz. Narxini $128 dan qilib beramiz. Yangidek salafan plyonka podarka uchun juda ham zo'r telefon deb bilaman men. Bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. M23 Snapdragon prosessorligi bor mana bizda. Buning narxi $125. Buni ham plyonkalarigacha olinmagan. Maza qilib ishlataman sizlarga. Dizayn jihatidan ham o'ta ham chiroyli, o'ta go'zal. A82 telefonimiz ham bor. Chegirmada $138 qilib beraman. Prosessor va Snapdragon. Bu telefonni ishlatganlar o'zi biladi. Bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Bundan tashqari 15C modellarimiz ham bor. Redmi ishqibozlariga mana 8256, 128 xotiraliklarigacha bor. Bizda 1 yil garantiya kafolatiga ega bo'lgan bu telefonlarimiz. Ularda ham arzon narxda, chegirma narxda qilib beraman. 128 xotiraligini atiga $125 ga, yangi pochka buzib olasizlar. $145 ga 256 xotiraligini men sizlarga bemalol qo'yib tavsiya qilaman. Batareykasini qaranglar, 6000 mAh. 6000 mAh, 8 ga 128 xotira, 1 yil garantiya. Tezkor zaryadlashlargacha bor. Ichida zaryadniklari o'zi bilan birga chiqadi. Do'stlar, bunaqalari kam, o'ta kam. Bizda 2 dona 128, bitta 256 taligi bor. Shoshilinglar. Xudo xolasa, Samsung Galaxy S22 Plus ham do'stlar bizga mana bunaqa idealni yangi salafani olinmagan, korobkadan olsangiz qanaqa holatda bo'lsa, shunaqasidan kelgan faqat bir dona. Shoshilinglar, bunaqasi ham o'ta kam bo'ladi. Hamma rangidan bor. Bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Xo'p, bularimiz narxiga o'tadigan bo'lsak, mana maza qilib ishlatgani S22 Plus ayollarimiz uchun mana bu telefonimiz narxini $315 qilib beramiz. Oqidan ham bor, idealni tiniq sostenada. Bular ham narxi $315. Faqat S22 Plus qora salafan plyonka yangi desa, bu narx qimmatroq kelgan. Shuning uchun bu narxini men sizlarga $335 qilib beraman. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Faqat bir dona bor bunaqasidan do'stlar. Bundan keyingi telefonimiz S22 Ultra, Samsung tarixida eng ko'p sotilgan flagman seriyalardan biri. Bozorlarda o'ta ham juda ko'p sotilgan telefon. S22 Ultra'ni salafan plyonka olinmagan yangidek holatdalari bor do'stlar, mana ko'rsalar ham bo'ladi. Bunaqa tiniq sosteniyasi juda ham kam bo'ladi. Yashil rangi ham bor bizda, qizil rangi ham bor do'stlar, mana plyonkalari olinmagan, juda ham tiniq, idealniy sosteniyada. S22 Ultra'larimizning narxi $405 dan tortib $425 gacha bor. Sosteniyasiga qarab manaqa salafan plyonkali yangideklarni $425 qilib beraman. Kimga qiziq bo'lsa, sirazi aloqaga chiqinglar, Telegramimizga a'zo bo'linglar. Xudo xolasa, bundan-da go'zal narxlarda sizlarga telefonlar qilib beramiz do'stlar. Xolasa, O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati bor. Keyingi videolarda sizlarga qaysi telefon, qaysi modellar qiziq, kommentariya yozib qoldiring. Xudo xolasa, bundan-da go'zal videolarda olib chiqishga harakat qilamiz. Sog' salomat bo'linglar.